o'qituvchi 30 ta bolaga dars o'tadi bu. Osonmi o'qituvchiga? Bizni 10-11 sinfda maktab paytida g'irt bezor bo'lganmiz. Ishoninglar, bitta ayol o'qituvchi kirardi darsga, endi qaysi fandan kirishini bilmayman, chunki dars o'tmaganda 5 minut davomat bo'lardi, 40 minut so'kardi. Yana o'tgan darsda nima o'tganmiz deb qo'yadi. Men aytay domla, kasopatlar bilan boshlagansiz. Oxirida senlar odam bo'lmaysan bilan tugatgansiz. Shunaqa aytdi bechara. To'ratar! Gaplashma. Fatima gaplashma. Sen jag'ing ochiq seni. Ahmad sen shu bilan amlashib olganda. Sen nima qilishga chaylayapsan dars paytida? Ha? Kavshanma molga o'xshab. Tupir zuvachkayni. Tupir? Ham maraz betimga tupirasanmi, nariyoqqa tupirmaysanmi? Sen nima yozmay o'tiribsan? Ruchkan yo'q? Sen birinchi sinfga kelganda ruchkan yo'q edi, sen bilasanmi? Sen beruchka maktab bitiryapsan, bilyapsanmi? Orqada o'tirganlar. Bir-biringga xat uzatmay o'tir. Xat uzatganimiz yo'q, karta o'ynayapmiz, domla. Jonimga ham deb ketdilardik. Senlarda boshqa dardim yo'qmi? Asab tamom bo'lgan